Tayammum degan nima? Tayammum taharet veya ki g'usulning, ya'ni cho'ng tahoratning o'rnida turadigan alternativ bir tahorat shakli. Undaqda tayammumni qanday vaqt qilamiz? Birinchidan, tahorat og'ili suv topolmagan vaqtimizda. Ya'ni ma'lum safarga chiqib qoldik, suv topolmadik. Ikkinchidan, suv ishlatishni cheklangan vaqtimizda. Ya'ni doktor siz suv ishlatsangiz bedaningizga va yoki sizning kasalingiz ziyonli deb bizga diagnoz qo'ygan bo'lsa, va yoki qishimizda suv bor, u suvni ishlatib olsak, ichkili suv qolmaydi, tomoqatga suv qolmaydi. Bundaq ahvol bo'lib qolsa, va yoki suv bor, u suvning bahosi normaldagidan nechasi qimmat. Bundaq ahvollarda tahorat olmay, tahoratning o'rniga tayammum qilamiz. Undaqda tayammumni qanday qilamiz? Tayammum qilish usuli nihoyat oddiy. Masalaga to'g'ri ko'rsatib o'taman. Birinchidan, old bilan biz tayammum qilishni niyat qilamiz. Ya'ni qalbimizda tahoratning o'rnida va yoki g'usulning o'rnida men tayammum qilaman deb buni ko'nglimizga pukimiz. Ondan keyin pokiz tuproqning qishig'iga kelamiz. Masalan, hozir men sizlarga amaliy ko'rsatib qo'yaman. Mana bu pokiz tuproq birinchi qilib Bismillahirrohmanirrohim deymiz. Ondan keyin bir qatim pokiz tuproqqa bir uramiz. Ondan keyin barmoqimizni karib, olqinimizni birsi-biriga urib va yoki puflab bunun tupusini uçurayotgandan keyin yuzimizni yuvanga o'xshash silaymiz. Undan keyin ikkinchi qatim qo'limizni o'xshash pokiz tuproqqa uramiz. Tuvandagiga o'xshash. Yana bir qatim udoq, ondan keyin birsi-biriga urib, puflab tushirayotdik. Ondan keyin o'ng qo'limizdan boshlab silaymiz. Bu shaklda silab yuvgan yerni jeynakimizdan qo'shib silaymiz. Mana tayammum bitdi. Bu tahoratga va yoki g'usulga o'xshash. Ya'ni junub bo'lib qolgan vaqtida suv yo'q va yoki suv bor, u suvni yunsa qish vaqti kasal bo'lib qoladi. Bunday vaqtda qanday qiladi deganda, mana shunga o'xshash tayammum qilamiz. Ya'ni g'usulga o'xshash tayammum qilamiz, kichik tahoratga o'xshash tayammum qilamiz. %100 tahoratning va g'usulning o'rnida turadi. Tahorat bilan nima ish qilsak, bu tayammum bilan shu ishni qilg'ili bo'ladi. Tahoratni nima buzib tayammumni shu buzib o'tadi va shuningga qo'shilib suv tepilib qolsa, ya'ni suv ishlatishni bizni to'sib qo'yadigan cheklimlar yo'qolsa, tayammum buzib ketadi. Pokiz tuproq bo'lmasa, tosh bo'lsimi, gaj bo'lsimi, seminut bo'lsimi bo'ladi. Ya'ni tuproq tipiga tava har qanday narsaga urib tayammum qilsak bo'ladi. Masalan, seminut tomlarga urib qilsak bo'ladi, lekin u tomlarning ustidan sirilmagan bo'lishi kerak. Ya'ni tuproq tipiga tava bo'lishi kerak. Ammo tuproq tipiga tava narsa bo'lmasa, kiyim-kechakka urib qilsak bo'lamdi deganda, agar kiyim-kechak urgan vaqtimizda chang tuzan chiqsa, oz bo'lsa-mu kiyim-kechakka urib tayammum qilishga bo'ladi. Ammo hech qanday chang tuzan chiqmaydigan kiyim-kechakka urib tayammum qilishga bo'lmaydi. Ammo tuproq tipiga tava, tosh, chalma, seminutdan shunga o'xshash narsalarga urgan vaqtimizda qo'limizga chang tuzanning chiqishi shart emas. Tuproq tipidan tava emas narsalarga urgan vaqtimizda chang tuzanning chiqishi shart.